Assalomu alaykum. Men ismim Sho'ma Ahsinshonov. Men Leapmotor avtomobil bo'yicha ekspertman. Bugungi obzorimizda bizning oxirgi yangiligimiz bo'lgan C11 2026-yil restyling paytasini ko'rib chiqamiz. C11 2026 restyling paytamizda avvalgi 2025-yilda bo'lgan obrisovkalar olib tashlangan va mana buromimiz juda ham chiroyli bo'lgan LED faralar qo'yilgan. Xo'p, 2025-yilda hop oldimizda LED fara edi, optik faralar yo'q edi. Endi 2026-yil paytamizda optik faralar qo'yilgan. Restyling paytamizda hop lidar qo'shilgan. Kameralar ko'paytirilgan va tormoz sistemasi o'zgartirilgan. Ya'ni bu yerda hozir sportiv supportlarimiz qo'shilgan. Ruchkalarimiz o'zgardi. Ruchkalarimiz juda ham mustahkam va baquvvat bo'lgan. Xo'p. Salon qismini kuzatadigan bo'lsak, salon qismida juda ham o'zgarish katta. Bu 2025-yildan 2026-yilda umuman hech narsa qolmagan. Ya'ni bu yerda kichik monitor bo'lardi, kichik monitor olib tashlab turib, o'rniga katta monitorlar qo'yilgan. Hop, salon podsvetkalari o'zgartirilgan. Salon akustikasi 2025-yilda 12 ta akustika edi. Bunda 2026-yil paytamizda уже 21 ta akustika o'zgargan. Xo'p, salonimizda o'zini elektron освещительlar, ya'ni 3 xil hid chiqaradigan освещительlarimiz bor. Xo'p, oldi qismini ko'radigan bo'lsak, oldi qismiga head-up displeygacha qo'yilgan. Mashina juda ham etib bo'lmagan darajada bagati. Xo'p, barlarimiz ko'tarilgan. Barlarni ko'radigan bo'lsak, juda ham chiroyli va ishlatish uchun juda ham qulay bo'lgan. 2026 versiyamizda sidenlar to'liq o'zgargan. Sidenlarimiz belli quchoqlab turadigan sportivniy sidenga o'xshab juda ham qulay bo'lgan va oldiga atamanka qo'shilgan. Ya'ni buni xo'jayinga o'xshab bemalol yalpayib o'tirib ketsanglar ham bo'ladi. Orqa salon qismini kuzatadigan bo'lsak, orqa qismimiz ham apshkalari deravyaniga o'xshab juda ham chiroyli qilingan. Salon podsvetkalarimizni ko'rish mumkin va boshqaruv panelimiz old sidenani boshqarishimiz mumkin. Konditsionerni boshqarish, ya'ni ovozni baland-past qilish mumkin. Xo'p, qo'shimchalari bar qismi ham o'zgargan, bar qismida qo'shimcha podstakanliklar qo'shilgan. Hop, salon juda ham keng, o'tirishga juda ham qulay bo'lgan. Napa ko'jadan, sifatli ko'jadan tayyorlangan. Restyling payitamizning qo'shimcha funksiyalari haqida ma'lumot ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda har bitta funksiya uchun alohida to'xtalib o'tamiz va qanaqa ishlatish kerakligi haqida ma'lumot beramiz.